Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 3 nafar fuqaro is gazdan zaharlanib vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida voqea joyiga yetib keldik. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, marhumlar aynan mana shu xonadonda istiqomat qilishgan. Biz holat yuzasidan guvohlarni izlab topdik. Is gazdan 3 kishi vafot etganini eshitdik. Yoshi katta ayol bo'lgan, o'rta yoshli, 14 yoshli yigit bo'lgan ekan. U mahallada tug'ilib o'sgan bo'lsa ham birinchi marta eshitishim. Demak, u mahallada oldin is gazdan vafot etganlar bo'lmagan. Hech qachon. Unaqa is gazi tugul, gazdan portlash ham bo'lmagan. Endi bu ajal. Marhumlarni ko'rdingizmi? Marhumlarni ko'rmadim. Jiyanim borib ko'rgan ekan. Juda ham xunuk holat, amma birinchi marta ko'rishim dedi. Shu haliga voydot yordam beringlar deganda shu jiyanim yugurib kiribdi. Keyin jiyanim shu haliga 02 qilgan, skoriyalarni chaqirgan. Bitta oiladan 3 ta odam bir kunda ketish o'zi bo'lmaydi. Tasavvur qilish qiyin uni. 64 yoshli buvisi ekan, 84-lik bitta opa ekan. Navarasi kampiri menimcha. 14 yoshli bola ham navarasi, o'g'il bola ekan. Demak, 3 kishi vafot etgan. Shu is gazdan zaharlangan dedi. Ular yaqinda ko'chib kelganda, menimcha. Is gazdan zaharlangan deb eshitdik. Go'zal ko'chasida bo'lgan mudhish holatdan xabarimiz bor. Bu fuqarolar biz mahallamizga 3 kun bo'lganda ko'chib kelishganiga holat yuzasidan huquq tartibot organlari tomonidan ham surishtiruv ishlari olib borilyapti. Ushbu xonadon o'rganilyapti. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 3 nafar fuqaro is gazdan zaharlanib vafot etganligi holati yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Biz shu o'rinda vafot etgan marhumlarning oila a'zolariga dasturimiz ijodkorlari nomidan chuqur hamdardlik izhor etamiz.